2026 Chevrolet Damas avtomobili oddiy transport vositasi bo'lib, kundalik foydalanish uchun eng maqbul yechimlardan biri sanaladi. Bu model o'zining ixcham o'lchamlari hamda keng ichki makoni bilan ajralib turadi va shaharda harakatlanish uchun juda mos hisoblanadi. 2026 yilgi Damas avvalgi versiyalarga nisbatan yangilangan dizayn elementlari bilan ta'minlangan bo'lib, tashqi ko'rinishi zamonaviy chiziqlar va silliq konturlar orqali estetik jihatdan yoqimli ko'rinadi. Avtomobilning old qismi yangilangan farlar va radiator panjarasi orqali tanib bo'ladigan uslubga ega va bu dizayn umumiy ko'rinishga o'ziga xos joziba beradi. Kichik o'lchamlari sababli tor ko'chalarda ham qulay harakatlanadi va to'xtash joyi topishda osonlik tugdiradi. Bu afzalliklar uni shahar sharoitida ishlatish uchun juda qulay qiladi. Ichki makon funksional tarzda tashkil qilingan bo'lib, haydovchi va yo'lovchilar uchun yetarlicha joy ajratilgan. O'rindiqlar qulay materiallardan tikilgan va uzoq safarlar davomida ham yoqimli dam olish imkonini beradi. Salonda joylashgan panel oson tushuniladigan joylashtirishga ega bo'lib, haydovchi barcha boshqaruv elementlariga tez yetib boradi. Multimedia tizimi zamonaviy sensorli ekran orqali boshqariladi va Bluetooth orqali qo'shimcha qurilmalarni ulash imkonini beradi. Shuningdek, uz portlar telefonlarni zaryadlash va qo'shimcha qurilmalarni ulash uchun mavjud. Havoni konditsioner orqali boshqarish tizimi haroratni qulay darajada ushlab turadi va yo'lovchilarga qulay muhit yaratadi. 2026 Chevrolet Damas dvigateli kichik hajmli lekin samarali ishlashga mo'ljallangan bo'lib, u shaharda tezkor tezlanish va silliq harakatlanishni ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfi past bo'lib, bu uning kundalik foydalanish xarajatlarini kamaytiradi. Avtomatik uzatma qutisi shahar tirbandliklarida qulay boshqaruvni ta'minlaydi va haydovchiga tezlikni oson o'zgartirish imkonini beradi. Suspensiya tizimi yo'l notekisliklarni yengil yutadi va salondagi shovqinni kamaytiradi. Bu esa yo'lovchilarga safar davomida darhol qulaylik bag'ishlaydi. Xavfsizlik sohasida 2026 yilgi Damas ABS tizimi tormoz yordamchisi va barqarorlik nazorati bilan jihozlangan bo'lib, yo'l harakatida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Old va yon havo yostiqlari haydovchi hamda old yo'lovchini himoya qiladi va favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik darajasini oshiradi. Parkovka datchiklari orqa tomondagi to'siqlarni aniqlaydi va to'xtashni osonlashtiradi. Orqa kamera esa haydovchiga orqaga harakatlanishda qo'shimcha ko'mak beradi va xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi. Bu avtomobilning texnik ko'rsatkichlari va qulayliklari uni shahar hayoti uchun ideal transport vositasiga aylantiradi. Bagaj bo'limi yetarlicha joyga ega bo'lib, do'kondan xarid qilingan buyumlarni yoki dam olish materiallarni osongina sigdira oladi. Orqa o'rindiqlarni buklash orqali katta yuklar uchun joyni kengaytirish mumkin. Shovqinni izolyatsiya qilish darajasi ham yuqori bo'lib, yo'lovchilar salondagi jimlikdan bahramand bo'lishadi. Videoni tomosha qilayotganda avtomobilning barcha imkoniyatlarini diqqat bilan ko'rib chiqing va o'zingiz uchun eng to'g'ri qarorni qabul qiling. Biz sizga bu avtomobil haqida eng foydali ma'lumotlarni taqdim etamiz. Agar siz hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, Tarmax kanaliga obuna bo'lishni unutmang, chunki bu yerda sizni avtomobillar haqida dolzarb sharhlar va batafsil tahlillar kutmoqda. Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va bizga qaysi model haqida keyingi videoni ko'rishni istashingizni ayting. Rahmat sizga va yaxshi ko'rishlar tilaymiz. Ushbu avtomobil sizning hayotingizni osonlashtiradi va transport imkoniyatlaringizni kengaytiradi. Har bir detali puxta o'ylangan va haydovchining qulayligi uchun xizmat qiladi. 2026 Chevrolet Damas bilan siz har doim yo'lida ishonchli hamrohga ega bo'lasiz. Kanalimiz sizga eng so'nggi avtomobil yangiliklarini taqdim etadi va har bir videoda yangi ma'lumotlarni o'rganasiz. Sizni biz bilan bo'lishga taklif qilamiz. Doimo yangi videolarni kuzatib boring. Rahmat sizlarga, har doim ishonch.